Assalomu alaykum. Ko'pchilik so'rashibdi, o'sha mehmon viza haqida ma'lumot bering deyishibdi. Mehmon viza bu S3U1 vizasi, ya'ni S3 vizasi. Bu asosan Koreyada o'qiyap turgan yoki ishlayap turgan odamlar uydagilar, oila a'zolarini chaqirish uchun foydalanishadi. Asosan Koreyada 3 oy muddat davomida yashab, bu yerda sayohat qilib, ishlaydigan odam ishlab, bemalol ketsa bo'ladi. Ya'ni bu 3 oydan so'ng yana O'zbekistonga qaytish kerak. O'zbekistonda ham yana 3 oy yurib, yana Koreyaga qaytsa bo'ladi. Bu vizani ham olish oson emas, chunki hozirgi kunda viza berish ancha qiyinlashib ketgan. Shuning uchun yillik desa bo'ladi. Lekin harakat qilib olsa bo'ladi bu vizani. Tavsiya qilaman, Koreyada yurtdoshlar oila a'zolaringni chaqirmoqchi bo'lsalaring, bemalol shu vizaga harakat qilib topshirsalaring bo'ladi. Men keyingi videoda dokumentlarda qanaqa kerakligini aytib jo'natib boraman.